Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Sizlar bilan ushbu videoda ko'rishib turgan ekanmiz. Sizni targetolog bo'yicha yoki target bo'yicha qanaqadir muammongiz mavjud. Hozir shu muammolarni siz bilan birgalikda ko'rib chiqaman. O'zi bu kim, nimaga bizga aqlli qilyapti deydigan bo'lsangizlar, men ismim Kamol. 4 yildan oshiq target bilan, professional target bilan shug'ullanaman. Hozirgacha Ibrohim Gulyamov, Numa Kids, Plan Baby, Mahsulot.com va shunga o'xshagan yuzlab Savir Avenue, Kamol Construction yuzlab katta loyihalar bilan ishlaganman. Kunlik budjetim $5000 umumiy budjetim $500,000 oshib ketgan. Va kunlik sotuvim 1,5 mingtadan kunlik sotuvim summasi 100 milliondan oshiq bo'lgan. Bu bilan nima demoqchiman? Sizlarga bemalol target bilimlaringizni oshirishga yordam bera olaman. Hozirda sizlar bilan o'rganadigan narsalarimiz targetologni to'g'ri tanlash, targetologga qanday talab qo'yish va qanday tartibda ishlash, video yoki rasmni aynan targetga moslashni o'rganish, auditoriya analizi, metani ishlata olish, siz uchun qaysi biri yo'nalish foydaliroqligini oldindan aniqlash, lead narxini tushirish, hammani qiziqtiradigan mavzu lead narxini tushirish, yangi va o'xshash auditoriyalarni yaratish. Bu sizning biznesingizga ancha foyda keltiradi va Instagramni yurg'izish bilan professional targetni qanday qilib parallel olib borganda sizga foydaliroq bo'lishini o'rganamiz. Undan tashqari kuchli va kuchsiz targetologlarni aynan o'zimning кейsim orqali sir-sinoatlarni o'rgatib o'taman. Boshdan boshlaymiz demak. Targetologni to'g'ri tanlash. Bunda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Targetologdan qanday xislatlariga va qanday ko'nikmalarga e'tibor qilishni o'rganamiz. Undan tashqari suhbatda targetologlardan nimani so'rashni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi proyektdagi natijalari, hozirgi proyektdagi natijalari va o'zingizni biznesingizdagi target strategiyalarini so'rab olishingiz kerak bo'ladi. Target strategiyasini nimaligini hozirda ba'zi professional targetologlar bilishmaydi. Targetologdan qanday talab qo'yish? Bu yerda asosiy qo'shimcha vazifalar berib ko'rish kerak va undan tashqari uni nimalarni kuzatishga e'tibor qarash kerak. Ya'ni deadline, berayotgan takliflari, kreativlarga aralashish, xuddi shu narsalarni e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan. Agar siz menda shunaqa video bor, shunga target yoqib ber deydigan bo'lsangiz, u xo'p deb darrov yoqib beradigan bo'lsa, u sifatli targetolog bo'lmaydi. Targetologlar hozirda eng katta xatosi va tajribasizligi, ular sotuvga katta kafolat berib yuborishadi yoki sotuvga kafolat berishadi. Xuddi shu joyda targetologdan uzoqlashish kerak bo'ladi va sifatliroq targetolog qidirish kerak bo'ladi. Video yoki rasmni targetga qanday moslashsa bo'ladi? Bunda eng asosiy sekretlardan biri, siz qanday maqsadda target yoqayotgan bo'lsangiz, xuddi shu maqsadga moslab videongizni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Bu sizni target rezultatingizga 2-3 barobar yaxshi natija beradi. Masalan, obunachi yig'ish uchun yoki direktga yo'naltirish uchun yoki lead olish uchun har bir videoni yoki har bir kreativni aynan o'sha maqsadga moslashtirib yaratganingiz ma'qul. To'g'ri kelgan video yoki to'g'ri kelgan hookni olib, target videosini yasamaslik kerak bo'ladi. Auditoriya analizi. To'g'ri auditoriya tanlab olish, hech kim bilmagan qiziqishlardan foydalanish bu sizga juda katta imkoniyat beradi. Auditoriyani to'g'ri tanlash bu urush bo'layotgan joyi o'rtasiga tushib olmaslik, o'zingizga kerak bo'lgan auditoriyani chetdan olish imkoniyatini beradi. Ya'ni eng arzon mijozlarni qo'lga kiritish. Bunda siz hamma qiziqadigan auditoriyadan aylanib o'tishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni siz kompyuter sotmoqchisiz, kompyuter interesini yoki da notebook yoki MacBook interesini belgilashingiz bu xato bo'ladi. Bunda sizning reklamalaringiz juda qimmat aylanishi mumkin bo'ladi. Siz kompyuter bilan qilinadigan ishlar, dizayner, montaj, onlayn o'yinlar, trading, shu sohalar orqali, qiziqishlar orqali kompyuter sotishga harakat qilsangiz, sizga reklama ancha foydaliroq bo'ladi. Metani ishlatish deganda bizga nastroykamiz orqali Facebookning o'zi yaxshi natija olib kelishi. Bunda biz xohlagan kreativlarimiz yoki xohlagan auditoriyalarimizni birdan tanlash orqali qaysi biri bizga yaxshi rezultat berayotganini aniqlab olsak bo'ladi. Qaysi bir odamlarga ko'proq yoqyapti, ko'p ko'rilyapti degani bu bizga foyda olib keldi degani emas. Shu taraflarga ham kuchli qarab o'tishimiz kerak bo'ladi. Target reklama yoqqanda video, описание, заголовка aynan qaysi joyi bizga ko'proq foyda keltirayotgani yoki odamlarning e'tiborini tortayotganini bilib olsak bo'ladi. Bunda bizga nastroykadagi metrikalar yoki analizdagi qo'shimcha metrikalar yordam beradi. Lead narxini tushirish.
lead narxini tushirish bu hozirda hamma targetologlarning aktual mavzusi bo'lib turibdi. O'zi lead deganda to'g'ri tushunish kerak. 3 xil lead mavjud: oddiy, sifatli, murakkab. Hozirda O'zbekistondagi 80% targetologlar faqat oddiy leadlarni yoqishni bilishadi. Lead sifatini oshirish, sifatli lead forma yaratishligini, oddiy lead formadan sifatli lead formaga o'tish yoki sifatli lead formani yaratishligini bilishmaydi. Undan tashqari murakkab lead forma yaratish mavjud. Ya'ni ba'zi targetologlarga menga faqat Toshkent shahar kerak deydigan bo'lsangiz, buni iloji yo'q deyshadi yokida viloyat ham tushadi deyshadi. Lekin 99% faqat Toshkentdan lead tushiradigan qilsa bo'ladi. Buni esa ko'p targetologlar bilmaydi va bu sizning biznesingizga ancha foyda olib kelishi mumkin. Yokida faqat sizga biznes egalari kerak, siz ulardan foydalanmoqchisiz. Sizga aynan faqat biznes egalaridan tashkil topgan leadlarni yig'ib olsa bo'ladi. Bu imkonsiz emas. Bu aynan murakkab lead orqali yaratiladi. Undan tashqari lead narxini tushirish strategiyasi faqat nastroyka emas, qo'shimcha strategik va taktik metrikalarga ham asoslangan bo'ladi. Instagramda targetni yurg'izish va professional Instagramni birga olib borish bu qanday bajariladi? SMM menejerlar yoki targetologlar xato qiladigan narsa bitta videoni olishadi, istoriyaga ham, postga ham, targetga ham aynan bir xil video qo'yishadi. Bu juda katta xato. Targetga bir mahsulotni reklama yoqyapsiz, masalan, ushbu kompyuterni targetga yoqyapsiz. Bunda iloji boricha laham go'sht berishga harakat qilish kerak. Kuchli taklif, og'riqli nuqta, shulardan foydalanish kerak. Siz SMMda esa postga yoki reelsga qo'yadigan videolaringiz bu kompyuter haqida to'liq ma'lumotni oshirish yoki odamlarga bu kompyuter bo'yicha hissiyotni sotishga harakat qilishi. Qo'pol qilib aytganda, odamlarning hissiyotlarini, ehtiroslarni qitiqlash kerak bo'ladi. Aynan xuddi shunday yaratilgan target va Instagram yurg'izish strategiyasi sizga ancha foyda keltiradi. Kuchli va kuchsiz targetologlarni aniqlash usullari. Kuchli targetologni aniqlash bu har bir targetolog taklifga va video kreativga aralashadi. Agar siz bergan video yoki kontentni taklifni targetolog ko'rko'rona yoqayotgan bo'lsa, u targetolog shablonni ishlaydigan targetolog hisoblanadi. Kuchli va kuchsiz targetologning yana bir farqi, kuchli targetolog har bir mijoz bilan gaplasha olishi mumkin bo'lgan joyga kuchli e'tibor qaratadi. Bu bo'lishi mumkin SMS shablon, bu bo'lishi mumkin lead forma yoki video kreativ, odamlar bilan muloqot qiladigan, odamlarga yetib boradigan emas, teshib o'tib ketadigan so'zlar va takliflardan foydalanishadi. Bu kuchli targetologlarning sir sinoatlari hisoblanadi. Agarda siz yuqorida sanab o'tilgan 10 ta bilim haqida chuqur ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, masalan, targetologni to'g'ri tanlash, targetologlarni qanday talab qo'yish va qanday ish tartibini yuritish, video yoki rasmni targetdan qanday moslashni bilish, auditoriya analizi, metani ishlata olish sxemalari, siz uchun qaysi bir foydaliroqligini metrika va analitika nastroykalardan aniqlash, lead narxini tushirish va lead narxi bo'yicha formalar bo'yicha ishlash, yangi va o'xshash auditoriyalarni, ya'ni retarget sirlarini o'rganish, Instagramni target orqali yurg'izishni o'rganish, undan tashqari kuchli va kuchsiz targetologlarni keyslar orqali o'rganishni bilmoqchi bo'lsangiz, hozirda shu kursni o'quvchilarimga 2 million so'm evaziga o'rgatib bormoqdaman. Siz faqatgina ushbu video darslik orqali xarid qiladigan bo'lsangiz, bu kursni $30 olishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga ushbu taklifimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, biz sizga tez orada bog'lanamiz.